Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana Soul to Hangugo 1A kitobining 3-mavzusidan o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, 3-mavzumuz Hangugo rul Kongbu Heyo, ya'ni koreys tilini o'rganyapman yoki o'rganaman mavzusini o'tamiz ekan. Eslatib o'taman yana, ushbu mavzuni o'rganishdan oldin albatta ushbu mavzuga oid bo'lgan so'zlarni yodlab qo'yishingizni so'rab qolaman. Shundagina mavzuni tushunishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Xo'p, biz bilamiz, birinchi o'g'li kelib chiqadi. Bu o'sha so'zlarimizni mustahkamlash uchun qilinadigan mashqdir. Ya'ni, xo'p, rasmlarga qarab turib, qaysi so'zlar to'g'ri keladi? Misol uchun, Kongbohada kim Kongbohada qilyapti? Xo'p, misol uchun mana bu qiz, bunga 2 qo'yamiz. Xo'p, misol uchun, O'silsada kim sotib olmoq? Kim sotib olyapti? Mana bu yerda ekani, oltini bu yerga qo'yamiz. Xuddi shu holatda bajarsangiz, ancha lug'atlaringiz ham mustahkamlanib qoladi. Xo'p, ikkinchisi ham xuddi shunaqa rasmlarga qarab turib, tepadagi so'zlarni ishlatib yozib qo'yamiz. Xo'p, endi 93-bet. 93-betda birinchi grammatikamiz chiqdi. Xo'p, bu qanday grammatika desak, verbni bilamiz, fe'l. Fe'llarga qo'shiladi ekan, ayo, oyo. Ushbu qanaqa grammatika desak, xo'p, biz o'tgan safar o'tdik. O'tgan safar qaysi grammatika? I, e, yo va ye, yo grammatikasini o'tdik. Bu gapda 6 yakunlovchi qo'shimcha edi. Ya'ni gapimiz, xo'p, gap tuzyapmiz, gapirayotgan paytimizda gapimiz oxiri kim, nima, qayer so'roviga javob bo'ladigan so'zlar bilan yakunlanib qoldi. Xuddi shu holatda yeyo, yeyo grammatikasini qo'shib yakunlar edik. Endi xuddi shu holatda endi bu fe'l yakunlovchi qo'shimcha ekan. Ya'ni gapiramiz, gapimiz oxiri fe'l so'z turkumi bilan yakunlanishi kerak ekan. Endi, xo'p, fe'l so'z turkumi qanday so'rovlarga javob bo'ladi? Ya'ni qanday aniqlab olamiz fe'lni yoki sifatni yoki otni? Endi fe'lni qanday aniqlab olamiz sizlarning savol berish orqali. Savoli qanday desak, nima qilmoq? Ya'ni nima qilyapti? Bitta qilib aytganda harakat. Harakat bo'lish kerak. Gapimiz oxiridagi so'zimiz harakat qilinayotgan bo'lsa, ya'ni harakat qilayotgan bo'lsak, o'sha holatda ayo, oyo grammatikasi bilan yakunlanadi ekan so'zimiz. Xo'p, misol uchun harakat ketdi. Men kitob o'qiyapman demoqchimiz. Yozamiz. Men nima edi? Cho'nin kitob. Kitob o'qimoq nima edi? So'zimizda chiqqani chegil ikta mana kitob o'qimoq. Endi men kitob o'qiyapman deydigan bo'lsak, xo'p, eslatib o'taman, fe'l va sifat so'z turkumlarimizning oxirigacha tuslanmagan shaklda bo'lsa, har doim ta'moq qo'shimchasi bo'ladi. Har doim. Misol uchun o'qimoq nima desak, ilkta, ichmoq nima desak, mashida, yemoq nima desak, mo'kta va hokazo. Hamma mana bu ta'lar bizda qaysi nima desak, moq qo'shimchasi bo'ladi. Gapda tuslashdan oldin albatta ushbu ta'moq qo'shimchalarning hammasini olgan holatda keyin grammatikani qo'shishimiz kerak bo'ladi. Har doim shunday, har doim. Har doim gapda ishlatyapsizmi yoki og'zakida ishlatyapsizmi, hayotda ishlatyapsizmi so'zlarni, har doim shu ta'moq qo'shimchasi olinishi kerak bo'ladi ekan. Xo'p, endi buni sekin ta'moq qo'shimchasini olamiz. Olganimizda bizda mana bunday ilk qoldi. Endi nima uchun bu yerda ikkita ayo yoki oyo? Qachon ayo, qachon oyo tuslanadi? Eslatib o'taman. Yaxshi eslab qolinglar. Xo'p, qo'shayotgan so'zimizning, yana mana bu qo'shayotgan so'zimiz mana bunga qo'shiladi hozir ilkda o'qimoqqa. Qo'shayotgan so'zimizning oxirgi unli harfi. Unli harfi o yoki a bo'lsa ayo. Qolgan barchasiga oyo. Xuddi shuni holatda eslab qolsang bo'ldi. Oxirgi unliga qaraymiz. O yoki a bo'lsa ayo, qolgan hamma unlimi, undoshmi, bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Oyo grammatikasi qo'shilinadi ekan. Misol uchun endi qaraymiz. Oxirgi unli qaysi bu yerda? Mana oxirgi unli bu yerda i unlisi. Shuning uchun bu yerda xo'p, endi bu yerda ketdi i unlisi bor yoki o unlisi bor yoki yo unlisi bor, ketaveradi. I unlisi bo'lganligi uchun bizda shunchaki il goyo holatda gapni yakunlaymiz ekan. Bo'ldi. Shu bitta gapimiz to'liq yakunlandi. Cho'nin chekil goyo. Men kitob o'qiyman yoki kitob o'qiyapman. Mana shu holatda. Xo'p, yoki bo'lmasa
Men ovqat yeyapman. Ovqat yemoq nima? Mishigil moqta. Moqta. Ovqat yemoq bu. Ovqat yeyapman, ovqatlanyapman deyish uchun biz doim tamom qo'shimchasini olamiz va oxirgi ulliga qaraymiz. Oxirgi ullimiz mana bu yerda o ullisi ekan. Shuning uchun shunchaki mogoyo holatida gap yakunlanadi. Xo'p, misol uchun kitob olyapman. Kitob olmoq, chegil patta. Kitob olmoq. Yana o'sha moq qo'shimchasini olamiz. Olganimizdan keyin oxirgi ulliga qaraymiz mana. Ana endi bu yerda oxirgi ullimiz a ullisi ekan, patta a. Undosha qaraymiz. Doim ulli harfga qaraymiz. Mana bu yerda mana hop a ullisi bor ekan. Shuning uchun nima yozamiz bu yerga? A yo qo'shimchasini qo'shamiz ekan. Padayo bo'ldi. Gapimiz to'liq yakunlandi. Chegil padayo. Kitob olaman. Ya kitob olyapman. Eslatib o'taman. Xo'p, agar qo'shayotgan so'zlarimiz, ya'ni o'sha fe'llarimiz hada bilan yakunlanadigan so'zlar bo'lsa, misol uchun bunday so'zlarga kongbu hada, undong hada yoki bo'lmasa il hada va hokazo ketaveradi bular. Cheksiz. Ya'ni oxirgisi shu hadali fe'llar bo'lsa-chi deyapti. Hadali bo'lgan fe'llar, ya'ni hadasi bor fe'llarni tuslayotgan paytda, misol uchun sport bilan shug'ullanyapman deyish uchun undong hada. Sport bilan shug'ullanyapman deyish uchun ta'mmoq qo'shimchasini olamiz va oxirgi ullisiga qaraymiz. A. Endi bu yerda ko'rdik, a ullisi bilan bo'lsa ayo ekan. Lekin mana shu holatda hadasi bor so'zlargina har doim ayo oyo qo'shayotgan paytda he yo'ga o'zgaradi. Har doim. Bu qoida bu. Eslatib o'taman. Doim yodda saqlanglar. Undong heyo. Sport bilan shug'ullanyapman. Il heyo. Ishlayapman. Kongbu heyo. O'qiyapman. Va hokazo ketaveradi. Mana shu holatda gapimiz yakunlanadi ekan. Buni albatta esda saqlab qolinglar. Buni endi tarjimasi nima desak, ayo oyoni tarjimasi, hop, yapman, yapti, yapsanmi va hokazo ketaveradi. Ya'ni hozirgi oddiy zamon, hozirgi davomli zaman va yaqin kelajakda ham ishlatadi. Misol, ertaga uyga boraman. Chibe kada bo'lsa uyga bormoq bo'ladi. Uyga boraman deyish uchun yana ta'moq qo'shimchasini olamiz. Agar mana yana oxirgi ulli a keldi. Eslatib o'taman, agar ochiq ullida, ochiq bo'g'inda oxirgi ulli a ullis bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda aytdik, alar bilan yakunlansa ayo bo'ladi dedik. Endi bunga ayo qo'shimchasini qo'shayotgan paytda eslatib o'taman. Xo'p, mana bu a bilan mana bu a birikib shunchaki yo holatida yakunlanadi ekan. Nel chibi kayo bo'ldi. Mana shu holatda yakunlanadi. Faqat ochiq bo'g'inda bo'lsagina, yopiq bo'g'inda emas. Mana bu holatda yozgan edik. Xo'p, qani mana bu padayo. Bunda yopiq bo'g'inda, chunki mana bu a dan keyin yana t undosh kelyapti. Bu yopiq bo'g'inda turibdi. Shuning uchun ikkalasi birikkani yo'q. Shunchaki padayo bo'ldi. Endi bunda ochiq bo'g'inda bo'lganligi uchun a ullisi mana shu holatda birikib ketadi ekan. Nel chibekayo. Ertaga uyga boraman. Xo'p, yo'lni kesib o'tmoq nima desak? Kiril konnodan. Yo'lni kesib o'taman yoki yo'lni kesib o'tasanmi deyish uchun yana shu grammatikadan foydalanamiz. Bizda ta'moq qo'shimchasini sirasi olamiz va o, konno, mana ochiq bo'g'inda o bilan yakunlandi. Endi xo'p, o bilan aga ayo edi, qolgan hammasiga oyo edi. Bunga endi oyo qo'shimchasini qo'shamiz ekan. Endi yana bu ham xuddi shunaqa ochiq bo'g'inda o bo'lib turib, oyo qo'shayotgan paytimizda mana bu o bilan mana bu o birikib shunchaki konno yo holatida gap yakunlanadi. Mana shu holatda. Konnoyo. Kiril konnoyo. Ya'ni yo'lni kesib o'tyapman. Yo'lni kesib o'tasanmi deyish uchun kiril konnoyo. Oxir yo'lni ko'tarsak, gapimiz so'roqqa aylanib ketadi. Bu juda ham oson. Shu holatda hop gaplarimiz tushuniladi ekan. Qanaqadir hop savollaring bo'lsa, hop tushunmagan joylaring bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men o'zim ko'rib, har birlaringga
alohida javoblarni hop yozib chiqaman. Hop, misollarni o'qiymiz. 공부해요. o'qiyapsanmi? Ne, 공부해요. Ha, o'qiyapman. Hop, Steven은 지금 자요. Steven hozir uxlayapti. 뭐 해요? nima qilyapsan? 공부해요. o'qiyapman. 뭐 먹어요? nima yeysan? nima yeysiz? Holatda hop, gapimiz yakunlanyapti ekan. Bu sensirash emas, bu sizlash bu. Ya'ni hurmat shakli bu ham. O'zimizning yosh kattalarga yoki bilmagan tengdoshlarimizga, endi tanishayotgan tengdoshlarimizga shu ayo oyo qo'shimchasini qo'shib, hop, ishlatishimiz kerak bo'ladi ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Hop, pastdagi yonsib turibdi. Yonsibni albatta bajarib qo'yishlarini so'rab qolaman. Bu grammatikani mustahkamlash uchun. Hop, ikkinchi grammatikamiz noun bilamiz, ot. Ot so'z turkumiga qo'shiladi ekan. Literal tarjimasi ni qo'shimchasi. Ya'ni tushum kelishiga. Ona tilida bilamiz tushum kelishigini. Meni, seni, olmani, ovqatni deganimizdagi tushum kelishiga literal. Hop, misol uchun non yeyapman deydigan bo'lsak, nonni yeyapman bo'ladi aslida. Non nima degani? Pan. Nonni. Xo'p, nima uchun ikkita desak, bu ham unli undosh tanlaydi. Agar undosh bilan tugasa, undosh. Agar unli bilan tugasa, unli. Ya'ni o'sha qo'shayotgan so'zimizning oxirgi bo'g'ini, oxirgi harfi undosh bilan tugasa, unli bilan tugasa, ekan. Endi ko'rsak, oxirgi harfi undosha pan. Shuning uchun pan bo'ladi. Nonni yeyapman, non yeyapman. Hop, suv ichyapman bo'ladigan bo'lsa, mul. Yana undosh bilan tugayapti. Mul ichyapman. Mashida, mashoyo. Ayo oyo qo'shayotgan paytimizda mana bu mashida ichmoq so'zimiz, ayo oyo tepadagi so'zimizda grammatikamiz. Qo'shayotgan paytda eslatib o'taman, ochiq bo'g'inda i ullisi bilan qolsa, ushbu ulli yoga aylanib, shunchaki yo bo'lib ketadi. Mashoyo. Buni albatta yodda saqlab qolinglar. Mulul mashoyo. Suv ichyapman. Hop, olma sotib olyapman deydigan bo'lsak, sagva olma, sagvaril. Mana unli bilan tugaganligi uchun ril. Sagvaril sotib olmoq, sada. Ochiq bo'g'inda a bo'lganligi uchun shunchaki yo'ni yozib qo'yamiz, sayo. Tepadagi grammatika. Ayo oyo qo'shimchasi. Sagvaril sayo. Ya'ni olma sotib olyapman, olmani sotib olyapman deganda ishlatyapmiz ekan. Bu oddiy grammatika, 2-3 ta gap tussalaring albatta ancha hop esda qolarli bo'ladi. Hop, AB'ni o'qiymiz. 지금 뭐 해요? hozir nima qilyapsan? 한국어를 공부해요. Koreys tilini o'rgatyapman. 저는 커피를 마셔요. men kofe ichyapman. Steven은 책을 읽어요. Steven kitob o'qiyapti. Ya'ni kitobni o'qiyapti bo'lyapti. Tushum kelishiga. Mana bu yerda bu, mana bu yerda bu. Xo'p, mana bu yerda mashq bor. Mashqni bajarib qo'yamiz. Misol, kopiga ril qo'shamiz, kopi ril bo'ladi. Kopi ril nima qilinadi bu? Mashoyo. Kopi ril mashoyo holatda. Hop, gap yakunlanadi ekan. Hop, televizion. Televizionni poda 한국어를 nima qilinadi? 한국어를 배우다. Misol, o'rganmoq. Mana shu holatda daftarlaringga albatta yozib qo'ysalaring ancha foydali bo'ladi. Xo'p, maragi, birinchi maragimiz. Maragini albatta o'qib, tarjima qilib qo'yasizlar. Xo'p, keyingi grammatikamiz otga qo'shiladi ekan yana. Ot so'z turkumiga eso. Hozir bu yerda da qo'shimchasi. Da holatida gap tarjima qilinadi bu. Ya'ni bu qachon da holatda tarjima qilinadi desa, katta joylarda muntazam qilinadigan ish harakatlari haqida gapirganda esoni da deb tarjima qilamiz. Bu aslida bu chiqish kelishiga bu. Chiqish kelishiga. Ona tilda chiqish kelishiga eso bu. Ya'ni dan tarjimasi. Ya'ni uydan kelyapman, maktabdan kelyapman holatida birinchi
qo'llanilishi, ishlatilishi asl ma'nosi shunaqa esodan deb tarjima qilinadi. Lekin mustasno qilib ikkinchi ma'nosi ham bor ekan. Endi esoni da deb ham tarjima qilishimiz mumkin ekan. O'sha aytgan katta joyda muntazam qilinadigan ish harakatlari haqida gapirganda, misol uchun nima u desak, misol maktabda o'qimoq, maktab katta joy, u yerda muntazam ish harakat qilasiz. Uyda uxlamoq, uy katta joy, u yerda muntazam ish harakatini qilasiz. Yoki bo'lmasa kofe shopda kofe ichmoq, kofe shop katta joy va siz u yerda muntazam ish harakatini qilasiz. Ushbu holatda esoni da deb tarjima qilamiz ekan, harakat holatda. Misol uchun ketdi. Har kuni uyda ingliz tilini o'rganaman. Mail, chip, uyda, chibiaso, ingliz tili. Yong'o'ril o'rganaman. PU'da o'rganmoq. Ayo o'yo qo'shayotgan paytimizda ta'moq qo'shimchasi olinadi. Bunga oyo qo'shimchasi qo'shish kerak-da aslida. Shunda o'yo qo'shayotgan paytimizda mana bu ochiq bo'g'inda u bo'lganligi uchun o'yo qo'shganimizda mana bu birikib pevoyo holatida yakunlanadi. Pevoyo. Endi shunaqa holatlari bor. Endi tepada to'liq tushuntirmadim. Pastda endi shunaqa chiqqan paytda tushuntirib ketaman. Bo'lmasa juda ko'p vaqt olardi tepada. Shu holatda albatta eslab ketinglar. Men chibeso yong'o'ril pevoyo. Har kuni uyda ingliz tilini o'rganaman. Mana chip eso bo'ldi. Uyda deb tarjima qilinyapti. Uy katta joy va siz u yerda muntazam ish harakatini bajarasiz. Ya'ni ingliz tilini o'rganasiz. Shu holatda shartlanadi ekan. O'sha ikkinchi ma'nosida o'sha dan deb ham tarjima qilinadi. Uydan kelyapman bo'ladigan bo'lsa, chip eso vayo. Chip eso vayo. Uydan kelyapman. Ya'ni uydan. Bu endi unaqa da ma'nosi emas bu yerda. Bu yerda dan haqiqiy o'zining ma'nosida kelyapti. Ya'ni chiqish kelishiga ma'nosida. Uydan kelyapman. Endi qanday ajratib olamiz desak, o'sha tarjimaga qarab turib ajratamiz. Ya'ni qaysi holatda tarjima qilinyapti? Dan holatida tarjima qilsak to'g'ri tushyaptimi yoki da holatidami? Uni endi tarjima qilib turib bilib olsang bo'ladi. Lekin o'zimiz tuzayotgan paytimizda gapda albatta qaysi vaziyatda kelyapti? O'shani eslab albatta tushunishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, misollarni ko'radigan bo'lsak, odi eso pabl mogoyo. Qayerda ovqat yeysiz bo'lsa, haksin shikdan eso pabl mogoyo. O'quvchilar oshxonasida ovqat yeyman. Seoul Taekyo eso 한국어를 공부해요. Seoul universitetida koreys tilini o'rganyapman. Kikchang eso 영화를 봐요. Ya'ni kinoteatrda kino ko'raman. Kinoteatr katta joy va u yerda muntazam ish harakati bo'ladi. Muntazam kino ko'riladi. Mana shu holatda esoni da deb tarjima qilamiz ekan. Buni albatta yodda saqlab qolinglar. Xo'p, mana bu yerda endi mashq tusalarining juda ham yodda saqlanib qoladi, ya'ni mana to'sog'on haqida gap ketyapti. To'sog'on esa moheyo, mana eso. Ya'ni kutubxonada nima qilasiz desa, to'sog'on esa kombuheyo, to'sog'on esa chegil ilgoyo, to'sog'on esa chayo. Kutubxonada o'rganaman, kutubxonada kitob o'qiyman, kutubxonada uxlayman va hokazo. Endi konvon eso moheyo degan savolni o'zingizga berasiz va u yerda nima qilsa bo'ladi? Bo'lib tuzib ketaverasiz. Mana shu holatda ancha yodingizda qolib ketadi. Keyin coffee shop eso moheyo. Coffee shopda nima qilasiz? Ketdi. Do'stim bilan uchrashaman, kofe ichaman, dars qilaman. Xo'p, yoki bo'lmasa musiqa eshitaman va hokazo. Chip esa moheyo. Uyda nima qilasiz? Uyda uxlayman, uyda ovqat tayyorlayman, uyda kitob o'qiyman, uyda kino ko'raman va hokazo. Mana shu holatda gap tutsangiz ancha yodingizda qolib ketadi. Xo'p, keyingi grammatikamiz bo'lsa, an grammatikasi ekan. An. Bu nima desak, bu inkor grammatika. Har doim verb bilan biz fe'l. Fe'l so'z turkumidan bitta oldindan keladi. Har doim. Misol uchun, mogoyo. Yeyapman yoki yeyman. An mogoyo yemayman.
Mashoyo ichyapman nimanidir? An mashoyo ichmayman. Fayo ko'ryapman kinoni. An fayo ko'rmayman. Hop, kayo ketyapman tepada chiqda ketmoq. An kayo bormayman, ketmayman. Va hokazo mana shu holatda. Endi bu yoqqa xohlagan narsamizni qo'yaveramiz. Aytmoqchi bo'lganim har doim mana shu fe'ldan bitta oldin qo'shiladi. Hech qachon an gapning oxirida yoki gapning boshlarida kelmaydi hech qachon. O'sha fe'ldan bitta oldin qo'shiladi bo'ldi. Hop, misol uchun 저는 men 보통 odatda 아침을 nonushta degani ertalab 아침을 안 먹어요. desak, men odatda hop nonushtani qilmayman, nonushtani yemayman. Ya'ni nonushta qilmayman degan ma'noda. Hop, yoki 동생은 ukam 집에서 uyda chegil kitobni an ilgoyo. Ya'ni o'qimaydi, o'qimayapti deganda ishlatamiz. Mana. Xo'p, mana shu holatda misol an deb desak, 저는 보통 아침을 먹어요. Men odatda nonushta yeyman. Endi shuni an 먹어요 desak, nonushta qilmayman. Bo'ldi, inkor xolos. Mana anda o'chirsak, 동생은 집에서 책을 읽어요. ukam uyda kitob o'qiydi. 동생은 집에서 책을 안 읽어요 desak, kitob o'qimaydi. Mana shu holatda inkor vazifasini bajaradi ekan. Bu juda ham oson va qiziqarli grammatikalardan biri hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda o'zingizga savol berasiz endi. Ko'p berilmashoyo ne bo'lsa, ne ko'p berilmashoyo, anyo bo'lsa, anyo ko'p beril anmashoyo. 고기를 먹어요? 아니요, 고기를 안 먹어요. 프랑스어를 공부해요? 아니요, 프랑스어를 공부 안 해요. Xo'p, endi mana bu so'zlar bor. Qaranglar, eslab qolamiz doim. Kongbukada. Ya'ni kurslarning bitta so'ziga o'xshab kelyapti. Bunday so'zlar ko'p. Kongbukada yoki bo'lmasa sukchehada, hada va hokazo. Ya'ni bittali so'z bo'lib keladigan shunaqa hadali so'zlar bor. Mana shu holatda an qachon qo'shiladi desa, doim kongbu hada bo'ladigan bo'lsa, an grammatikasi mana bu yerga an kongbu heyoni qo'shmaymiz endi. Kongbu an heyo deb qo'shamiz ekan. Doim shunday. Ya'ni hadasi bor fe'llar keladigan bo'lsa, ushbu holatda kongbu hadadan oldin emas, hadadan oldin qo'shamiz ekan. Misol uchun maktabda o'qimayman deydigan bo'lsak, 학교에서 공부 안 해요 bo'ladi. 학교에서 공부 안 해요. an 공부해요 bo'lmaydi, 공부 안 해요 holatida gap yakunlanadi ekan. Eslab qolamiz doimo shunaqa. Bu nima uchun bunaqa desak, bu ikkita so'zning birikmasidan hosil bo'lgan so'zlarda aslida kongbu o'qish degani bu ot so'z turkumi. Hada qilmoq, bajarmoq. Xo'p, ilhadada il bu shunchaki ish degani, hada qilmoq, bajarmoq. Sukche uyga vazifa degani, hada qilmoq, bajarmoq. Ya'ni ikkita so'zning birikmasidan hosil bo'lgan so'zlar. Shuning uchun ilhadadan, sukchehada, kongbu hadadan oldin an ishlatilmaydi. Doimo mana bu hadadan oldin ishlatiladi. Hadadan oldin ishlatamiz ekan. Bunga albatta e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, maragi 2, ikkinchi maragimizni albatta o'qib turib tarjima qilamiz. Xo'p, kelinglar buni men o'zim o'qib tarjima qilib beraman. 자, 스티븐. 아키라 씨, 지금 뭐 해요? 공부해요. 도서관에서 공부해요? 아니요, 도서관에서 공부 안 해요. 그럼 어디에서 공부해요? 집에서 공부해요. 아기라 hozir nima qilyapsiz desa, o'qiyapman. Kutubxonada o'qiyapsizmi? Yo'q, kutubxonada o'qimayman. Yoki o'qimayapman. U holda qayerda o'qiyapsiz desak, uyda o'qiyapman.
Xo'p, 99-bet tikki bir trek samshibuk, ya'ni 36-trek. Buni albatta bajarib qo'yasizlar. Xo'p, ikkinchi trekimiz ham xuddi shu holatda 100-betda ekan. 100-betda bajarib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi sigini albatta yozishimiz kerak bo'ladi. 여러분, 지금 뭐 해요? 그리고 오늘 뭐 해요? 친구에게 보낼 문자 메시지를 써보세요. Sizlar hozir nima qilyapsizlar va bugun nima qilasizlar? O'rtog'ingizga yuboradigan SMS yozib ko'ring deyapti. Bu yerga qisqacha yozib qo'yamiz sizga. Xo'p, bulashyapmiz. Va oxirida bilamiz, 106-bet Chagi Pyonga. Chagi Pyonga bu o'zimiz baholashi. O'zimiz baholab, mashqlar albatta bajarib qo'yamiz ekan. Xo'p, menimcha So'lda Hango 1 kitobining 3-mavzusi ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qayergadir tushunmagan bo'lsalaring yoki bo'lmasa savollaring bo'lsa, vazifa qilish jarayonida yoki o'qish jarayonida albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Batafsil o'zim ko'rib hamma savollarga javob yozishga harakat qilaman. Xo'p, u holda darsimiz shu yergacha edi. O'qishlaringga omad, charchamanglar.